Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan ukam bilan birga borib, Toshkent Agrostroy kompaniyasidan borib Irsa 96 press-podborchigini olib keldik. Va o'sha kompaniyaning xodimlari kelib, mexaniklari kelib, bizlarni apparatimizni bugun kelib ishga tushirib berdi. Ishlashi yaxshi. Shu kompaniyadagi hammalariga rahmat. Sog' bo'linglar. Men ishonmagandim. Kelib ko'rsatib beradi, ishga tushirib beradi deganda men ishonmagandim. Va haqiqatan Toshkentdan kelib bugun kelib ishga tushirib o'zlari ishga tushirib berib ketyapti. Rahmat hammalaringizga. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana bugun Irsa 96 press-podborchigini Toshkentga olib keldik. Agrostroy nezigidan mana hozir shu sturusda biz chiqardik. Zo'r ishlashi, juda zakkonna. Tabiiyda buzish ham yo'q, yetish zo'r, asosiysi. Mana chiqarib oldik. Yurtdoshlar juda zo'r ekan bu. Men klassdan ko'ra buni ma'qul ko'rdim. Do'stlar, mana Irsa SP96 press apparati haqiqatan ham ishlab ishga tushirib berildi. Yana ko'ngil to'q mana, to'g'risi. Birdan ziyod yurmagan. Men massaga chiqay ayda ko'ring.